Salam qarindoshlar, qanday ahvolingiz yaxshimi? Men bayan hozir bu yerda kech soat 11 bo'ldi. Uxlashdan burun bunda bir xabar qarab boqay desam, Twitterda bir xabar turdi. Stand with the people of Ukraine now accepting cryptocurrency donations Bitcoin, Ethereum and USDT. Bunu demoqchi nima desanglar? Hozir Ukraina urush bo'lgandan keyin Ukrainaniki hozir hukumatdan shipirliq tanga, ya'ni Bitcoin, Ethereum va USDT, US dollarniki shipirliq tangasi mavjud. USD deyimiz US dollar emasmi? USDT deyimiz şu US dollarının şifrlik tengisi. Bunun baz asaşı 1 dolar etrafında. Bazı 90 pung, bazı 11 pung çıkıp kaldı. Ne? 1 dolar çıkıp kaldı. Şu 1 dolar etrafında bağımlı. Kıymetler cek fark etmeydi. Şimdi bunu eskittik qarasam bu yerda bu adres turdi. Şu men bu yerda ma'nosiligi bunu ko'rsatishki maqsad agarda sizlar har qanday yerda har qanday bir shifrlik tangining adresini bilsanglar, şu adresda necha pul borligini belgili bo'ldi. Buni qanday bilasizlar deganda, men hozir o'tib qo'yaman. Masalan, hozir mushu Ukrainaniki mushu shifrlik tangi necha pul bor degani bilish uchun qanday tekshirish degani mundaq tekshirdi. Masalan, o'tib qo'y hozir. Masalan, bir Google'ga kirib, mana bir tor kirsizlar, buni ismi Zapper. Chunki bu shifrlik tangimizning haqda bo'lgandan keyin qanday tekshiradi, qanday odam tekshiradi buni. Zapperfy degani mayak kirsizlar, Zapperfy. Mayak kirib, anadagini aşı adresini müşakil qilsanglar bo'ldi. Ammo yerda o'zingizning shaxsiy ayrim ish qilsanglar, o'zingizning bir shifrlik tanginiki adres qilsanglar bo'ldi. Hozircha müşakil men ko'rsatib beraman, qanday qilinglar. Masalan, hozir men xabarni ko'rdinglar. Buni men bizning nima chaplab qo'ydim. Masalan, Bitcoin'ning adresiga ma'lum. Masalan, mani adresini kirgizsanglar, bu hozir shu tunögün bu necha pul topgan chiqdi. Masalan, bu tunögün 26-sizlar. Ben nima? Tunögün 26. Tunögünki chiqqan xabarga bir kun ichida necha pul yig'ilib bo'ldi degan bilish uchun buni manda qilamiz. Ya kiriblar, masalan, bir şeyga shifrlangan portmonning adresini kirgizsanglar. Kirgizsanglar mana chiqdi. Buni bossanglar mana. Bu hozir bu tunögün bir kun ichida Ukrainaga xalqning iyoni qilgan shifrlik tangininki Bitcoinning 1.248.000 iyon qilib qopdi. Endi biz bu yerga kirgandan keyin masalan sizlar keyincha mazapirni keyincha o'zing ayrim bir yak yozib olinglar, undan keyin connect walletni o'zingning adresini kirib olsanglar, keyincha o'zing shaxsiy nimani qilsanglar bo'ladi. Hozircha bu yerda hozir mundaq bir Mesela hozir Mao Bitcoin ekan, asılkisi Mao dediğimiz Ethereum ekan. Bunu qanday tekshiramiz? Mao Ethereum'daki Mao shifrlik tanginiki adres portmalning da necha pul bor desak, bu shu adresni shakl qilsak bo'ladi. Mana Ctrl C'ni bosib, mana ko'chirib bak ya Kırgızistanlar, biz Zapper diyen Kırgızistanlar. Bir 181 dolar tepti. Bunun ki mesela bunu üzerine ayrı bir saklı edip, bir adres book diyen üzerine bir kavgan aldırmayın mı nakbir. Mişin nakbir. Acımca bir yaptış baksanı buldum. Bunun da başkalarının kal buldu mesela. Mesela ben üzerindeki ayrım kireye, üzerindeki ayrım kiregende. Ben bunu neymiş işletme desenler. Ya kadar çoğun yaman dışarı çoğun baylava. Şularning nimani olgan, nima ko'rganini ko'rib turib, ashlarninki agishtirib ba'zi Bitcoin oldiga chiqadi. Masalan, mana meniki. Buningdan nima bor desanglar, masalan, mayada cho'ng baylava. 26 bilyonlik aşı portmanın içinde 26 bilyon deyimiz 9 nolma 26 bilyon. Ondan keyin ben jihlanmışak üzemmişakga saqlab oldim. Ma cho'ng bayguyniki maniga qarab qo'ydi. 26 bilyon mushning olgan qarab ba'zida Bitcoinni oldiga chiqdi, biroq 100% ishlamasdi. Buni oldim ketmanglar. Bu 26 bilyon va mağuyun
chiqibdi hozir 30 billion 30ning oldida 9 nil bor 30 billion pul bor ekan mago'yniki 30 billionlik bu nima yapti bu siprak tank yapti bu nimani oldi deganda mana historiyani bossanglar buni men qilishga maqsad masalan bu narsani bu nimani oldi desanglar masalan bu soat 11da bu nu degani yapti receive agni receive agni bu jami 1996 coin tang yapti 2009 mao jiqibdi mao degimiz 221 million IDRT degan tangini yapti endi bizniki bundaq aşağı büyüyen receive degimiz agni davomli ostiga qarab mangsanglar masalan ikkinchi betni qarasanglar mushunda bak bir coinni bularcha biz kit yana joq ag'ana qildi buni joq emas ekan hozir misol faqat misolga masalan kitni joq ag'ashaydi bu receive masalan kitni deni bu jiq etdi qaraganda bu bayguylar birsini jiq olgan bo'lsa cho'qim kelgusida 3 mümkün buguylar bildi emasmi ikki xabarlarni mushunda jiq olgan qaraganda kelgusida 3 mümkün shuning qarab ba'zi shuni ep qo'ysaqmi kelgusi üst qilishi mumkin biroq bu mutlaq emasmi balkim tushib ketishi mumkin man qilib baqdim ba'zi unda diyana to'g'ri chiqmaydi ekan masalan kit yana men qarasanglar bu qandoq coin desanglar buni coinmarket.com degan kirib kit yana bossanglar mana shu bu qandoq coin desanglar kit network degan coin ekan bu degan oh my god 24% isab ketdi ya to'g'ri chiqqan dema oshni baldiroq evagan bo'lsak uchdi ekan mana asli shu mishniki og'ini qarablar soat 9 etdi ekan mana oh my gosh 9 atgan soat 9:10 etdi ekan hozir soat 11 bo'lganda mana 24% isab ketgan biroq hargizmi ahmoqmanlar juma hamja qilib baqqan ba'zi tushib ketadi shuna biroq endi buni ishonmaymi qolmanglar ishni qilmanglar shuni agardan boshqa qarablar mago'yning 30 million pul mago'yniki qaysi coinni og'ini qarab sizlar ancha-muncha ep baqsanglar balki üst qilishi mumkin bu faqat tavsiyajimi balki tushib ketadi undaq emas bo'lmagan bo'lsa ham deb ketdimdi men bir qilib baqqan buga mani deshat üst ketdi 24% payot mago'y bir kunning ichida shunday gap tushundinglarmi bo'ldi ma qilamsa xo'sh Allohga omonat men keyin boshqa uchurlar bo'lsa men sizga deb qo'yman juma